Demak, bugun vaqt predloglarining boshqa turlari bilan tanishamiz, ya'ni by, until, after, before, during kabilar bilan. Birinchi ikkitalik prepositionlarimiz by va until. Bu ikkala prepositionning tarjimasi bir xil yuradi. Ya'ni ikkalasi ham gacha degan ma'noni bildiradi. Lekin bir-biridan albatta farqi bor. Hozir bu qoidalar bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi by. Use by to indicate something that happens not later than or probably before the time mentioned. Ya'ni byda belgilangan muddat, vaqtdan oldin bajarilishi kerak bo'lgan davrlarga nisbatan, vaqtlarga nisbatan by ishlatiladi. Ya'ni belgilangan muddatidan keyin emas, oldinroq bajaradi. Va shuningdek byda aynan o'sha vaqt, kun yoki davr kirishi mumkin. Misol uchun gapda aytyapti, Helen plans to arrive in London by the end of March. Demak, Helen martning oxirigacha Londonga yetib kelishni rejalashtiryapti degan gap berilgan. Va izohida aytilyaptiki, 30-martdan oldin kelishi mumkin yoki bo'lmasa 30-mart kuni ham kelishi mumkin. E'tiborli bo'ling shu narsaga. Demak, byda belgilangan muddatidan oldinroq bajarilishi kerak yoki aynan o'sha kun ham kiradi. Until bu ham gacha deb tarjima qilinadi. Untilda bitta yana farqli jihati untildan keyin time ketadi va albatta sentence ham yuradi, ya'ni gap ham ishlatish mumkin. Vaqt ishlatganimizda bydan farqi qanday? Belgilangan muddatidan oldinroq sodir bo'ladi, lekin belgilangan muddat vaqtida sodir bo'lmaydi untilda. Ya'ni aytyapti, the gallery will remain closed until this evening. Demak, galereya bugun kechgacha yopiq bo'ladi. Demak, kechgacha yopiq bo'ladi. Undan keyin yopiq bo'lmaydi, balkim ochiladi degan ma'noni anglatadi. Yoki 6gacha kelishing kerak deydi. 6dan kech qolmaslik kerak. Rovna 6da ham kela olmaydi. 6dan albatta oldin kelish kerak degani. Byda esa 6dan oldin yoki soat rovna 6da ham kelishi mumkin. Untilni agar gaplarda ishlatsak, bunda preposition emas, balkim bog'lovchi vazifasida keladi va buni tarjimasi maguncha deb tarjima qilinadi asosan. Ya'ni ingliz tilida not before degan ma'noni bildiradi. Ya'ni gapga qarang. We can start the ceremony until my parents arrive. Demak, biz marosimni boshlay olmaymiz, ota-onam yetib kelmaguncha. Qarang, maguncha degan tarjimani bildiryapti. Ya'ni ota-onam kelmasidan oldin boshlamaymiz degan ma'noni bildiradi. Before and after. Demak, before oldin, after keyin degan ma'noni anglatadi. Before belgilangan muddatidan oldin, ya'ni 6dan oldin, dushanbadan oldin, yozdan oldin kabi mazmunlarni anglatadi. After esa berilgan timelarni, ya'ni vaqtidan keyinini bildiradi. Yozdan keyin, abiddan keyin, 6dan keyin degan ma'nolarni anglatadi. Ana endi bir joyiga e'tibor qarating. Videoni pastiga qarasangiz, unda bilan asosiy qoida, ya'ni e'tibor qaratadigan qoidangizni berib qo'yganman. Bunda before, after xuddi until ga o'xshab, ya'ni bulardan keyin ham sentence ketishi mumkin. Demak, before, after, until bu prepositionlardan keyin gap ketganda, bular o'z prepositionli holatini yo'qotib bog'lovchi vazifasida keladi. Ya'ni ikkita sodda gaplarni bog'lash uchun xizmat qiladigan bog'lovchi so'zlar hisoblanadi, ya'ni linking words. Bulardan keyin biz aynan shu uchala linking wordlardan so'ng present simple zamonini ishlatamiz. Ya'ni future'ni ishlata olmaymiz, will'ni ishlata olmaymiz. Will ma'nosini aynan present simple gap beradi. For example, I will come home before my brother comes today. Demak, bugun akam kelishidan oldin men uyga boraman, yetib kelaman degan ma'noni anglatyapti. Qarang, before my brother comes. Bu before'ni olib tashlab alohida gap qilsak,
my brother will come shaklida keladi. Lekin ikkita gapni qo'shganimizda esingizdan chiqmasin, yana aytyapman, future ma'nosini present simple ifodalaydi va shu uchala linking wordlardan so'ng present simple ishlatamiz future'ni o'rnida. Va so'nggi prepositionimiz bu during hisoblanadi. During davomida deb tarjima qilinadi. Asosan bu so'zdan keyin ot ketadi, biror bir narsani davri ketadi yoki kunlar bo'lishi mumkin, kun qismlari ham bo'lishi mumkin, lekin juda kam holatlarda soat yurishi mumkin bu so'zdan keyin. Ya'ni gapga e'tibor qarating, we fall asleep during film davomida uxlab qoldik yoki I go to the market during afternoon. Demak, abitdan keyin davomida, ya'ni peshindan keyin, ya'ni polni shu to'liqligicha abitdan keyin bozorda yuraman, bozorga boraman degan ma'noni bildiradi. Xuddi kechasi bilan, tuni bilan degan ma'noni anglatganda during ishlatiladi. I think today's our lesson was very interesting and you learned more information. So write down necessary ones. Good luck. See you.